Nimalar yesam chiroyim faqat chiqmaydi. Bu yegan go'shtga bolaliq mendan quvvati zot ne ketib boradiganda. Qo'saq deganga oymay eng quvvatli, eng nochni yeyapman, lekin qat'iy samaramadim. Bedenimni quvvatlamadim, immun kuchimni oshiramadim. Bedenim bek ojiz, qon quvvat kam, noiti bek arg'in chiroyim, sulg'un xomish ulab qoldim. Bu zot nima sababdan yoki men ig'ir birak kasallik bormi deb o'zining samaranmaslik sababidan boshqa kasallikdan borligini endish qilayotgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, bu mazmunni yaxshi to'liq anglang do'stlar. Sizlarni tashvish qilayotgan shu masalaning sababini mana men deb beray. Mazmunni to'liq anglagan uchinchisi eng muhim do'stlar, 90% kishilarda mush ahvollar bor. Mazmunni anglashdan burun başvurat üstüge qo'shib belgisini besib bizni qo'shib olgach, aqsiz yuriklarni birdan berib o'tgach, inkasini qo'l belgilarini yo'lib o'tgach, ostiga yulduz belgisini berib besib o'tgach, mazmun to'liq anglang do'stlar. Bu zot nima sabab degan vaqtda, shu siz yegan go'shtga pullarning quvvatini badan o'ziga shumiramaganlikdan bo'ladi. Nimashqa shu quvvatli tamoqlarning quvvatini shumiramaydigan vaqtda, birinchidan oshqozon uchun xizmati yaxshi bo'lmasa, shu yegan oziqning quvvat hazm qilinmaganlikdan shumiramaydi. Shu sababdan badanni quvvatli bo'lmaydi, immunlik kuchini oshirib bo'lmaydi, samirga bo'lmaydi. Ikkinchi birisi shu degan vaqtda kuchini issiq tutgan ahvolasida qavziyat bo'lib qolsa sababli samirga bo'lmaydi. Badanni quvvatli bo'lmaydi. Uchinchidan bo'lsa 90% kishilarda bor bu ahvol. Buni hal qilmay turib, yo'q men samirasam bo'ldi, badanni quvvatlasam bo'ldi deb go'shtga pullarni yeyaverdi, ahvol yaxshilashdi, taxmin yig'irlashdi. Bu qaysi ahvolga vaqtda jigarning besimi ishib ketgan, jigarni issiq tutib olgan, ishmijozni quruq issiq tutib olgan ahvol. Jigarni issiq tutib olgan qanday ahvollar ko'riladi, ishmijozni quruq issiq tutib olgan qanday ahvollar ko'rilgan vaqtda tapan qiziydigan, uyqusizlik, ta'sirlaydigan, taraq-turaq qilib bo'g'cha uyg'onib ketadigan, uxlaganda qalaymiqan tushni yomon ko'radigan, lekin esiga olmaydigan, atisi bir xil horg'in kechi-kechi kepmanchab qadamdek, bak horg'in qo'yadigan, ig'iz ochiq bo'ladigan, ig'iz puraydigan, kayfiyat turaqsiz kichikkan ishlarga ochiq qilib oran turadigan, terakkak, putqol jonsiz ozroq bir mayliq go'shtga opaniyat bo'g'cha, chekisi chin qilib og'riydigan, ba'zida ho'y tutadigan, tomoq yegiz kelmaydigan, chechibak maylishigan, chechibak tushadigan ba'zi kishilarda burunla chochqa oq kiradigan, chiroy nursiz tatirang'u ahvollar ko'riladi. Dal mush yuqorqi ahvollar sababli har noch quvvatli tamoqlarni, oqsillarni u bu deganlarni yevagan bilan baribir hazm qilib quvvatni badanga taqtamganlikdan samirga bo'lmaydi, badanni quvvatli bo'lmaydi, immunlik kuchini oshirib bo'lmaydi, qon quvvatli bo'lmaydi. Menda bu yuqorqidagi ahvollar bor. Badanni quvvatlaydi, immunlik kuchini oshiradi, qon quvvat to'liqlaydi. Samirti degan nurg'un narsalarni yeb baqdim, lekin unimni ko'ramadim. Mening bir samirgim batdi, immunlik kuchimni oshirgim batdi, umuman badanni quvvatligim batdi, qon quvvat to'liqlab shash jonliq bo'lgim batdi. Haqiqiy unimni birda-bir kapolat beradigan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, haqiqiy tabobat mahsulotini iste'mol qilsam bo'ldi deydigan do'stlar bo'lib qolsanglar, mush ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 2777 unlarni qo'shish orqali yoki 173 99 03 2777 unlarni qo'shish orqali bevosita bilan aloqalashib, bizniki 5 yildan buyon unimni birda-bir kapolat yasab berayotgan, ikki xil tabobat xam material shundaqla meg'izlar javardan paynab ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, oshqozon, tal, jigar, börekning xizmatini yaxshilab, mush oziqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning asli tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, immuniyat kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samiradigan badan quvvatlash mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Buni birda-bir kapolat beramiz do'stlar. Bizning mahsulotlarni avval iste'mol qilsanglar, undan keyin baho berasizlar do'stlar. Bizning mahsulotlarni iste'mol qilib boqqan do'stlar, o'qib qolsanglar, mush inkas rag'ini bir yezib qo'ygan bizning mahsulot qandaroq ekan, rozi qila oldim o'zlarini. Yana shundaqla sizlarga o'xshash mushna o'riq avoq do'stlar bo'lib qolsa, mush badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz, haqiqiy tabobat mahsulotini iste'mol qilib, samirgisi, badanni quvvatli do'stlar bo'lib qolsanglar, mush mazmun to'liq bir yo'llab qo'ysanglar do'stlar.